أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qurbonlikning so'yilishi. Savol: Qurbonlik qanday so'yiladi? Javob: Qurbonlik qiblaga qarab yotqiziladi. Keyin duo niyati bilan mening namozim, ibodatlarim, yashashim va o'limim olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh uchundir. Uning sherigi yo'qdir. An'om surasi 162-163 oyatlar. Oyati karimasi o'qilganidan keyin Bismillahi Allohu akbar deb so'yiladi. Qo'lidan kelsa qurbonlikni o'zi so'yish kerak. Kelmasa munosib ko'rgan bir musulmonga vakolat bilan so'ydirish mumkin. Qurbonlikning go'shti. Savol: Qurbonlikning go'shti qanday taqsimlanadi? Javob: Qurbonlik go'shtining hammasini kambag'alga sadaqa qilib berish yoki o'zi va bolalari uchun olib qolish joiz bo'lsa-da, maqbul bo'lgani qurbonlik go'shtini 3ga bo'lib, bir qismini faqirlarga sadaqa qilib tarqatmoq, bir qismini boy bo'lsa ham qo'shnisi va yaqinlariga ikrom qilmoq, bir qismini ro'zg'ori uchun ayirmoqdir. Agar qurbonlik qiluvchi bolajon, serfarzand va moddiy ahvoli ham o'rtacha bo'lsa, go'shtning hammasini ularning yeyish uchun olib qolishi mustahabdir. Savol: Qurbonlik go'shtining musulmon bo'lmaganga berilishi joizmi? Javob: Ha, zimmiy bo'lsa ham, harbiy bo'lsa ham musulmon bo'lmaganga ihson qilib berilishi joizdir. Savol: Qurbonlik go'shtining ko'chirilishi joizmi? Javob: Qurbonlikning so'yilgan joyidan boshqa bir joyga ko'chirilishi tanzihan makruhdir. Lekin kishining qarindoshlariga yoki yanada muhtojroq bo'lganlarga yuborishida zarar yo'q. Yeyish mumkin bo'lmagan qismlar. Savol: So'yilgan hayvonni yeyilishi mumkin bo'lmagan qismlari qaysilar? Javob: Qurbonlik bo'lsa ham, bo'lmasa ham so'yilgan hayvonning yeyilishi mumkin bo'lmagan qismlari shulardir. Birinchisi oqqan qoni. Ikkinchi erkaklik jinsiy olati. Uchinchi urg'ochilik jinsiy olati. To'rtinchi tuxumlari. Beshinchi siydik xaltasi. Oltinchi g'uddasi. Yettinchi o't pufagi. Sherikchilik bilan qilingan qurbonlik go'shtining taqsimi. Savol: Sherikchilik bilan qilingan qurbonlik go'shti qanday taqsimlanadi? Javob: Tuya yoki qoramol kabi hayvonlar sherikchilik bilan so'yilganda go'shti sheriklar orasida tortilib teng bir shaklda taqsimlanishi kerak. Chamalab taxminan taqsimlash joiz emas. Chunki bu jinsning jins bilan o'zgarishi hukmida bo'lgani uchun ortiqchasi foiz bo'ladi. Lekin bosh, teri va oyoqlaridan bir narsalar go'shtga qo'shilsa, jinsning jins xilofiga o'zgargani uchun chamalab taqsimlash joiz bo'ladi. Savol: Bir oila a'zolari uchun so'yilgan sherikchilik qurbonligining go'shtini taqsimi kerakmi? Javob: Yo'q. Bir oila a'zolari uchun so'yilgan sherikchilik qurbonligining go'shtini taqsimlash kerak emas. Savol: Kambag'al bir odam qurbonlik niyati bilan sotib olib so'ygan hayvonning go'shtini yeyishi mumkinmi? Javob: Bu masalada ikki nuqtai nazar bor. Bir qarashga ko'ra yeyishi mumkin emas, chunki unga qurbonlik vojib bo'lmagani holda bunday qurbonlik olib so'yishi nazr hukmidadir. Boshqa bir qarashga ko'ra nazr haqida so'z yuritilmagani uchun faqat qurbonlik niyati bilan sotib olingan jonliq nazrga o'tmasligi uchun
yeyishida bir zarari yo'qdir. Fatvo shu nuqtai nazarga ko'radir. Qurbonlik terisi. Savol: qurbonlikning terisi nima qilinadi? Javob: kishi o'z qurbonligining terisini ishlatishi yoki o'zi foydalanadigan bir narsa bilan almashtirishi joiz bo'lsa ham, maqbul bo'lgani uni bir yo'qsilga, kambag'alga sadaqa qilib berishdir. Qurbonlikning terisini sotish joiz bo'lmagani kabi, uni qassob haqqi qilib berish ham joiz emasdir. Savol: qurbonlikning terisini muassasalarga berilishi mumkinmi? Javob: ha, qurbonlik terisini shaxslarga berilishi mumkin bo'lgani kabi, islomga xizmat qiladigan muassasalarga ham berilishi mumkindir. Qurbonlikning mustahablari. Savol: qurbonlikning mustahablari qaysilar? Javob: qurbonlik mustahablarining asosiylari shulardir. Birinchi, qurbonlik qilinadigan hayvonni bir muddat saqlab boqilishi. Ikkinchi, qurbonlik hayvonining bo'yniga taqinchoq kabi bezak turlaridan biror narsaning taqilib qo'yilishi. Uchinchi, qurbonlik jonlig'ining semiz bo'lishi. To'rtinchi, so'yishdan oldin yoki keyin duo o'qilishi. Beshinchi, qo'lidan kelsa sohibining o'zi so'yishi. Oltinchi, so'yilganidan keyin taqinchog'ini sadaqa qilinishi. Yettinchi, qurbonlik so'yilishidan keyin 2 rakat namoz o'qilishi. Sakkizinchi, qurbonlik go'shtidan sohibining yeyishi. To'qqizinchi, qurbonlik go'shtidan sadaqa qilinishi. Qurbonlikning makruhlari. Savol: qurbonlikning makruhlari qaysilar? Qurbonlikda makruh bo'lgan narsalarning asosiylari shulardir. Birinchi, qurbonlik hayvonining yungidan yoki sutidan foydalanishi. Ikkinchi, qurbonlik hayvonining almashtirilishi. Uchinchi, qurbonlik hayvoniga minish yoki unda yuk tashish. To'rtinchi, qurbonlik hayvoniga qusuri makruh sanalgan hayvonning qurbonlik qilinishi. Beshinchi, qurbonlikni kitob ahlidan biriga so'ydirilishi. Oltinchi, sotib olingan qurbonlikka keyinchalik sherik bo'lish. Yettinchi, qurbonlik go'shtini yoki terisini sotilishi. Sakkizinchi, qurbonlik go'shtining bir joydan boshqa joyga ko'chirilishi. To'qqizinchi, qurbonlik go'shtidan yoki terisidan qassob haqqini berilishi.